Umuman olganda rozetkani o'ng tomoniga faza ulanadimi yoki chap tomoniga farqi yo'q. Lekin umuman olganda aslida esa farqi bor. Sababi biz vilkani mana bu turishda ulaymizmi? Masalan, ulaylik, vilkamizni mana bunday ulaymizmi? Bunday ulaymizmi? Farqi yo'q. Qurilma ishlayveradi. Lekin bizda qoidasi bo'yicha faza rozetkada o'ng tomonda bo'lishi kerak, nol esa chap tomonda. Sababi elektr dazmolimiz vilkasi bo'lsa, mana bu ulanganda uning mana bu simi, hatto tefal elektr choynagi bo'lsin, suv isitgich ariston bo'lsin, hatto duxovkalarda ham o'ng tomoni bizda to'g'ri kommunikatsion qurilmaga, выключательga, taymerga, termostatga borgan. Ya'ni ular uzilganda bu orqali fazani uzib yoqadi. Xavfsizlik jihatidan ham vilkalar shunday joylashtirilganki, rozetkalarda fazani o'ng tomonga joylash talab qilinadi. Выключательga keladigan bo'lsak, faza va 0 keladigan bo'lsa, 0 to'g'ri patronga o'tib ketadi. Faza esa выключательga kirib chiqib ketishi kerak. Shunday holatda ham bizda tepaga bosilganda chiroq yonishi, pastga bosganda esa o'chishi kerak. Bu bizda go'standart, davlat standarti, строительные нормы и правила, qurilish me'yorlari va qoidalari R501-71-1-93 nomeri bilan belgilab qo'yilgan. Yana выключательlar tepaga bosganda yonishi, pastga bosganda o'chishi, xuddi avtomatlar kabi. Tepaga bosganda yoqiladi, pastga bosganda esa o'chadi. Rubelniklarda ham va boshqa kommunikatsion qurilmalarda ham. Endi avtomatlarga keladigan bo'lsak, odatda avtomatlarga yozib qo'yiladi. Masalan, mana bu avtomatda N yozilgan, demak bu yoqqa 0, 1 ga esa faza ulanadi. Mana bu avtomatda ko'rish mumkin. 1, 2. Demak, faza tepadan, 0 esa past, faza esa tagidan chiqib ketishi kerak. Ikki qutbli avtomatimizda xuddi shunday ko'rsatib qo'yilgan. 1, 2, 3, 4. Demak, chap tomonga faza, o'ng tomonga 0 ulanadi. Kirish fazasi esa tepadan, chiqish pastdan bo'lishi kerak. Bu bizda PUE qoidalarida aytib o'tilgan. Yana kirayotgan faza qo'zg'almas kontaktda o'tirishi kerak. Yana bizda ko'rish mumkin, bunda ham qo'zg'almas kontakt tepada, qo'zg'aluvchan kontakt esa pastda turibdi. Demak, kirish fazasi tepadan, chiqish esa pastdan bo'lishi kerak.